Ayni vaqtda rasman dunyoning eng kuchli UFC jangchisi, pound va pound reytingi yetakchisi Islom Makhachev bu hafta birinchi bor yarim o'rta vazn toifasi kamarini himoya qiladi. Yilning eng kutilgan janglaridan biri kelayotgan yakshanba tongida bo'lib o'tadi. Yarim o'rta vazn mutlaq chempioni Islom Makhachev va da'vogar Gary Machado to'qnash keladi. Bu yana Dog'iston va Irlandiya jangchilari to'qnashuvi. Habib va Conor xonasini endi bitta yuqori toifada Islom va Gary davom ettiradi. Makhachev g'alaba qozonsa, UFC tarixida eng uzoq g'alabali seriyani qayd etgan afsonaga aylanadi. Hozirda u Anderson Silva bilan teng ko'rsatkich 16 ta ketma-ket g'alabaga ega. Lekin oson bo'lmaydi. Gary jiddiy opponent, sobiq chempion Bilal Muhammadni yengib asosiy da'vogarga aylandi. Undan avval ushbu vazn toifasi yulduzi Carlos Pratosni yengdi. Faqat bitta mag'lubiyatini Prime'dagi Shavkat Rahmonovdan ochkolar bo'yicha qabul qilgan. O'sha jangdan keyin Shavkat jarohat olib uzoq muddatga safdan chiqdi. Islomning faoliyatidagi eng baland bo'yli raqib 191 cm. Bazasi boks, shuningdek dzyudo bo'yicha qora belbog' sohibi. O'zini McGregor ishi davomchisi hisoblaydi. Bunday bo'lsa, Makhachev tarixni takrorlashi mumkin. Super jangni va umuman UFC 330 turnirining to'liq asosiy kardini 16 avgust yakshanba tongi 6:00 da albatta Setanta Sports 1 kanalida birgalikda tomosha qilamiz. Xo'p, Setantani qayerdan ko'rsa bo'ladi? Siz bilgan barcha platformalarda alohida paket asosida turadi. Masalan, ITV, Telekom TV, Kinom, TV.com va 30 ga yaqin boshqa platformalarda Setanta Sports 1 va Setanta Sports 2 telekanallari bor. Jarayonga kelsak, albatta Rich, ya'ni uzun qo'llar hisobiga masofadan zarbalar yo'llaydi. Islom aksincha yaqinlashib, uni dengiz tubiga tortishga urinadi. Agar erta raundlarda Gary finish qila olmasa, Makhachevning o'yiniga ko'nishga majbur. Demak, men janglarni Setantada sharhlashga tayyorgarlikni boshlab yubordim. Siz ungacha izohlarda favoritni yozib qoldiring. Islomning birinchi kuchli tarafi masofani nazorat qilish va doimiy pressing. Islom jangni qaysi etajda va qanaqa tempda bo'lishini juda yaxshi nazorat qiladi. U to'pi oldinga yuradigan NPC emas, u raqibini o'zi xohlagan joyga harakatlanishga majbur qiladi. Ikkinchi ustun tarafi esa grappling va submissionlar. Islom kurashda juda ham yaxshi IQ ga ega. U parterdagi pozitsiyalarni juda yaxshi nazorat qiladi va parterda sirazi submission qidirmasdan oldin raqibini ozgina charchatadi va qulay paytini poylab submission bilan jangni to'xtatadi. Islom Makhachevning 3-ustun tarafi bu narsaga juda ham ko'pchilik e'tibor qaratmaydi va juda ham katta xato qilishadi. Islom raqiblariga juda ham yaxshi adaptatsiya qiladigan jangchi. U jang boshlanishi bilan Hamzatga o'xshab maksimal tempda harakat qilmaydi. Aksincha, raqiblari zarbalariga qanaqa reaksiya qilayotganini, takedownlardan qanaqa himoyalanayotganini va zarbalardan keyin qaysi tomonga harakatlanishini o'rganadi. Va Islomni oktagondagi shaxmatchi desak ham bo'ladi. O'zini yangi Conor McGregor deb o'ylaydigan Gary Islom Makhachevga qarshi jang qiladi va Makhachev uchun bu qiyin jang bo'lishi mumkin. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lishni unutma. Machado Gary 28 yoshli irlandiyalik jangchi. Uning rekordi 21 ta g'alaba va bor yo'g'i bitta mag'lubiyat va o'sha mag'lubiyatini ham Shavkat Rahmonov bilan jangida olgan. U haqida yana nima deya olaman? Machado Gary juda ham yaxshi striker. Uni masofani his qilishi boshqa darajada va zarbalari ham juda aniq, lekin nokaut qilish kuchiga ega emas. Agar uni kurash haqida gapiradigan bo'lsak, u ko'pchilik grapplingini maqtaydigan Shavkat Rahmonovni submission bilan to'xtatishga juda ham yaqin kelgan va Venom Page bilan jangda ham zerikarli bo'lsa ham o'z kurashini ko'rsata olgan. Lekin bu Islom Makhachevni to'xtatish uchun kamlik qiladi.
is hard, I'm going in heavy.